Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling. O'zgidromet 30 dekabr bayram kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik, ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Havo harorati kechasi 7-9 daraja, kunduzi 11-13 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Havo harorati kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 15-10 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Havo harorati kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Havo harorati kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.